Bosh og'riyapti. Bosh og'riganda ko'ngil aynishi yo'qmi? Ertalab bosh og'riqlari bilan uyg'onmayapsizmi? Yig'lagingiz kelmayaptimi? Vahima yo'qmi? Yomon fikrlar, o'lim haqida o'ylash, kasalliklarni o'ylash yo'qmi? Ertalab turganingizda boshingiz og'ir turadimi? Uyqungiz sifati yaxshi emas. Endi hali ertalab to'g'risi bombacha turib, uxlab olishimcha qiyin bo'ladi. Demak, bosh og'riganda ko'ngil aynib qusganmiz hech? Qusmagansiz. Boshim og'rib, ko'nglim aynishi Kayfiyatingizga bog'liqmi bosh og'rish, bog'liq emasmi? Siqilib qolsangiz, xafa bo'lsangiz, og'riq kuchayadimi? Yaxshi. Demak, uyqungiz sifati zo'r emas. Uxlaganingizda miya uzilmaydi, atrofni bilib uxlaysiz, yuzaki uxlaysiz. Uxlab olishingiz qiyinmi? Yo'q, kechqurun masalan uxlashga uxlab olaman. Shu ertalab bombacha turib, qaytib uxlashim. Jami necha soat uxlayapsiz bir sutkada? Endi 10 dan keyin uxlash kerak. Bizning organizmimizda shunaqa uyqu gormoni bor-da, melatonin degan Alloh taolo bergan. Ana shu gormon shu soat 10 larda urin, normal urin bo'ladi. Uni uxlab rashiflat qilish kerak-da. Keyin rejimga o'rgatsangiz, o'sha mahal o'sha gormon ishlab chiqarilishi rosa pik mahali bo'ladi. 10 bilan 11 o'rtasida. O'shaning uchun o'sha mahal uxlash kerak. Tushundingizmi? Keyin boshqa jarohat olmagansiz, yiqilmagansiz. Hozir mana bir ikkita tekshiruvlar bor, ha? Hojoni bir ko'rib qo'yamiz. Buqo keyin eho cherepnoy yo'qmi ko'rib olamiz. Sudirga bo'lmaganmi? Yo'q. Qondagi shamollash o'lchanligini ko'rib qo'yamiz, ha?